bilan ichki ishlar xodimini o'rtasida konflikt chiqsin, fuqaro haq bo'lsa ham, bilasizmi nima qilib tashlaydigan uni? Chunki ichki ishlarda vakolatda shunchalik ko'pligi va uni tiyib turish prinsipi ularga nisbatan ishlay olmayotganligi oqibatida fuqaroni rasvot chiqib, uni aybdor qilib tashlashadi. Yoki bitta prokuratura bilan, mana masalan Bo'stonliq tumanida kecha menga murojaat keldi 2-3 kun oldin. Bo'stonliq tumanining Qapalma degan mahallasida ekan, bitta fuqaro videoga olib yubordi. Uyini prokuratura xodimi borib buzib tashlayapti. Tasavvur qilyapsizmi? Umuman vakolatiga kirmaydi. Prokuraturaning xodimi borib fuqaroning uyini buzish bilan shug'ullanyapti. Buzib tashlab, u videoga olib aytadi. Prokuratura xodimining mashinasida telefonlari ham turibdi. Haqiqatan prokuraturaning mashinasini minib kelib buzdirgan kimlargadir aytdi. Vot mana buzdirishman. Nimaga bular qilyapti? Chunki vakolat juda ham katta ularda va ularni tiyib turadigan hech kim yo'q. Biz qonunlarimizda ularni hech kim tiya olmaydigan qilib yaratib qo'yganmiz. Ya bir deputat bor, baraka topqin nima qilyapsan desin, deputat ham ikki kerak bo'lsa, qo'shimcha to'g'rilab qo'yadi yoki bu narsani uyushtirib qamab ham qo'yish mumkin. Prokuratura bilan deputatning kuchini qo'yib ko'ring. Tumanning prokurori bilan tumanning deputatining kuchini ko'ring. Qanaqa ekan? Yeb qo'yadi prokuror. 30 ta deputat kerak bo'lsa ham yeb qo'yadi. Chunki qonunlar shunaqa bo'lib qo'ydi.